qilish istagida bo'lganlar bo'lsa, bunday qiziqqan savollar bo'lsa, shular berishlaringiz mumkin. Marhamat, shunda kimda savol bor? Shu mahallada kredit olish, tadbirkor qilish berish. Assalomu alaykum. Xonadonlar mahallasidanman. Mahalla loyihasida kredit olmoqchi edim. Shu kerakli hujjatlar haqida tushuncha bersangiz. Mahalla loyihasi bo'yicha siz birinchi navbatda o'zingiz band qilishingiz kerak, ko'chada ishlamaydigan bo'lishingiz kerak. Keyin mahalla banki tavsiyasi, tegishli hujjatlar, keyin kafillik, o'zingizni shaxsiy ma'lumotlarni ta'min qilasiz, belgilangan tartibda 20 million bo'yicha ajratiladi. Shunday savol. Mahalla loyihasi 50 million kirishtirasiz, sizga amal yordam so'rayman. Mahalla loyihasi bo'yicha hozir aytdik-ku, bo'yicha belgilangan hujjatlarni ta'min qilsangiz 3 kun muddat ichida sizga belgilangan tartibda ajratiladi. Bu plastikka tashlab berilmadimi yo? Plastik kartaga tashlanadi. Uni keyin mahallaga kiritilgan agent yordamida tegishli mahsulot ya. Shu belgilangan mahsulot issiqxona yoki chorvachilik, shu ikkita yo'nalish bo'yicha paketi olsangiz 3 ta qilishingiz mumkin. Issiqxona yoki chorva. ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish bu yo'nalishlar farqi nima? Mumkin uni xohlagan belgilangan